Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Beton teshadigan apparat so'ragan akalarimiz uchun EBIMAX brendidan hamda Boda brendidan beton teshadigan apparatlarimizdan do'konimizga olib kelib qo'yganmiz. Bugungi video obzorimizda ushbu beton teshadigan apparatlarimiz haqida to'liq ma'lumot berib, narx-navolari bilan birgalikda tanishtirib o'tamiz. Videoni oxirigacha kuzatib boraverasizlar. Boda brendidan beton teshadigan apparatimiz o'zining relslari bilan jihozlashtirilgan bo'ladi. 3800 watt motorlari bilan jihozlashtirilgan, 260 likgacha bo'lgan turbolarimizga teshik ochib berishga mo'ljallangan. Bu tarafida o'zining legrovkalari tushirib, ko'tarib, bemalol xohlagan legrovkalaringga qo'yib ishlatsalaring bo'laveradi. Suvli variantlarda, suxoy variantidan so'ragan akalarimiz uchun suxoy variantlaridan ham do'konimizga yetib kelgan. Narx-navolari video ostida nomerlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqib bemalol to'liq ma'lumotlari, ishlash jarayonlari hammasi Telegram orqali tashib beriladi. EBIMAX brendidan kattasidan so'ragan akalarimiz uchun relslari ham bularga qaraganda ancha baquvvat qilib ishlab chiqarilgan bo'ladi. 4000 watt motorlari bilan jihozlashtirilgan, 300 likgacha bo'lgan turbolarimizga teshik ochib berishga mo'ljallangan bo'ladi. Buning narxi bunga qaraganda qimmatroq chiqadi, chunki buni komplektida o'zini ankerlari, o'zining nasatkalari komplekt holatda bo'ladi. Undan tashqari beton teshadigan apparatlarimiz uchun koronkalarimizdan ham do'konimizga yetib kelgan bo'ladi. 50 lik, 76, 130, 160 lik variantdagi beton teshadigan apparatlarimiz uchun koronkalarimizdan ham yetib kelgan. Kimga shunaqa beton teshadigan apparatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, video ostida nomerlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqib zakaz berishlari mumkin. 12 ta viloyat bo'ylab dostavka xizmatlarimiz mavjud. Undan tashqari temirlarimizni teshib berishga mo'ljallangan. Stanogimizdan ham yetib kelgan kichikroq variantidan 2 kW motorlar bilan jihozlashtirilgan bo'ladi. Kimga shunaqa apparatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, video ostida nomerlarimizga aloqaga chiqib zakaz berishlari mumkin. Manzilimiz Qo'qon Yangi bozorda joylashgan bo'ladi. Do'konimizda barcha turdagi svarka apparatlarimizdan ham yetib kelgan, elektrod eritishga mo'ljallangan, kemping svarka apparatlarimiz, plazmarez, argon svarka apparatlarimizdan ham yetib kelgan. Bu tarafda motorli tal so'ragan akalarimiz uchun motorli tallarimizdan ham yetib kelgan. Bu tarafda Wagnerlarimiz har xil variantidan shpaklovka sepishga mo'ljallangan apparatimizda arzonchasidan yetib kelgan. Narxi $800 bo'ladi. Lazerlarimiz, kafel kesadigan apparatlarimiz, beton kesadigan apparatlarimizdan ham do'konimizga yetib kelgan. Bularni ma'lumotiga to'xtaladigan bo'lsak, 30 sm dan boshlab 40 sm gacha devor hamda betonlarimizni kesib beradigan apparatlarimiz bo'ladi. Beton kesadigan, teshadigan, tanishlaring bo'ladigan bo'lsa jo'natib qo'yaverasizlar. 12 ta viloyat bo'lib dastavkalarini qilib beramiz. Tishlari ham 2 xil variantda. Shesternali hamda oddiy relsli variantlarda bo'ladi. Kimga shunaqa apparatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, manzilimiz Qo'qon Yangi bozorda joylashgan.